Xo'rozim, xo'rozim. Nima gap? Sovchilikka keldim. Xo'p, malades. Erkak kishi dadil gapirish kerak-da. Nima ish qilasiz? Nimaga qiziqasiz? Endi men qiziqadiganim aytsam. Voy, o'zimni bedana kelloy. Va dirijorlik qilaman sen bilan hozir. Og'zingni olma, to'xta. Bitta o'zimiznikidan bo'lsin. Voy, o'zimni bedanam ovozlaringga. Hayron bo'lmang. Katta kuyovim bedanaga qiziqadi. Ha, erkak kishi bedanaga qiziqadi-da. Bedana mujik. Shuning uchun ham yaxshi ko'rib, olingan qizimni deb olganman. Muah kuyovim. Endi men kasbimni aytadigan bo'lsam, Jim hovuzaga tushayotganlar keldi. Voy iflos, bir haftadan beri ishlamay turdim. Bosh ushlab kelish. Qanotlarini setra qiladimi? Uchib ketdi-ya. Hayron bo'lmang. O'rtanchi kuyovim, kaptarchi. Buh deb eshitlardan kirib kelgan. Olingan o'rtanchi qizimni deganman. Kaptar bo'lsa, mana shunaqa bo'lsin-da, yurmaydi-yu, to'g'rimi? endi men aytadigan bo'lsam, G'alapa. Kuching ko'payib ketdimi? Bugun o'yin bor, yordamiz. Kenja kuyov. Wow. Mahallada bitta olaparashini yetdi. Liboy nima? Bitta g'ajiydi, yutoradi. Bitta g'ajiydi, yutoradi. Malades. men to'g'risini aytadigan bo'lsam, men PUBG ga qiziqaman, dada. PUBGchiman men. Nima? Ha, PUBGchimisiz? Voy iflos, ashpatda chimchiqqa bo'lsa ham qiziqib qo'ymagan ekanman-da. Xo'rozim, xo'rozim, xo'rozim.